ko'ra to'g'risini ayting. Daryoni yaxshi ko'raman deng, menga bola tug'ib beryapti deng. Daryoga boshqacha qarayapsiz. Boshqacha munosabat qilyapsiz. Kimdan kim kechib ketdi o'zi? Onadan kechib ketgan sen emasmi? Men kechmaganman. Men adamning yoniga ketdim. Oxirgi paytlar o'zgarib qolyapsiz, sezasiz-a? Nima bo'pti? Kimnidir topib oldingizmi? Eri boshqasi bilan yurganini bilsin. O'zgarib qolgan erim deyapti. Hozir bilasanmi? Bitta oila buzilib ketishiga sababchi bo'lib qolasan. Sochini yulsin. Nima qiladi? 3 ta bolasi bor. Tez bu yerdan suring. Tinchlikmi? Bu yerga xotiningiz kelyapti hozir. Xotinim? Ha. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz? assalom. Tuzukmisiz? Rahmat. Yana ko'yligingiz bormi? Yo'q. Bu sizniki emasmi? Voy, qayerdan oldingiz? Men buni yo'qotib qo'ydim. Buni deb bilasizmi qancha janjal bo'ldi? Kenayim bilan urushib qolmadingizmi ish qilib? Ha, yo'q. Jiyanim 5 yashar. Mashinadan topib olib, tog'a menga berasan deb hamma yo'ni bo'yab chiqibdi. Kenay bilan urushibsizmi? Kim-ki deb janjal qilibdilarmi deb o'ylabman. Kenayiz yo'q. Hayotim bo'lmagan. Agar yaxshi qizlar bo'lsa, aytavering. Uylanaman. Bo'ldi aka. O'zim sizga yaxshi qiz topib beraman. Bugun tushlikka chiqarsiz-a? Qo'ymadingiz. Mayli, bugun chiqaman. Yaxshi. Mayli, unda ko'rishamiz. Xo'p, mayli. Charchamang. Yaxshi ishlang. Ha? Voy. Qaysi o'ynashingiz bilan keldingiz? Layli. Sen nima osmondan tushdingmi? Qaysi o'ynashingiz bilan keldingiz devommi? O'shancha choy ichmabsiz-da, ha? Nima? Meni poylab yuribsanmi ketimdan? Men choy ichganim yo'q. Qara. Qani o'ynashingiz qatga bekindi? Ushlasam sochini yulaman, qani? Toming ketyaptimi seni? Kechadan beri vamagat qilyapti. Mashinada urib ketgandimi? Qamataman, u qilaman, bu qilaman deb shantajlik qilyapti. 50 ming dollar so'rayapti. 50 ming? Ha? Men senga borib dardimni aytayotganim yo'q-ku. Sochimni qara oqarib ketayotganini. Mashti ko'rishdik, gaplashdik. Men aytdim, zo'rg'a oylikdan oylikkacha yetkazsam o'zi bechara bo'lsam dedim. Mashinam ham o'zimniki emas dedim. Kira qilaman dedim. Tushunmayapti, boru shantaj qilib ketyapti. Ha, nimaga shuni menga aytmaysiz? Ayol kishini tilini ayol kishi tushunadi. Endi har narsani senga aytavermayman-ku. Men nima deb o'yladim, bilasizmi? O'ynashingiz bor ekan deb o'yladim. Shunaqa o'zgarib qolganingiz uchun. Men o'zgarib qolganim yo'q, xotin. Bilasan-u, seni sevaman-u. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat deyiladi. Boring-ne. Aytish kerak edi. Men nima xayolga borib yuribman, erim yuryapti deb. Sochlaringni qara, shoshib pishib kelganingga sochlaring antena bo'lib qopti. Voy, antena bo'ladi-da. Tepa sochim tikka bo'lgandan keyin. Bollarni uyga tashab keldingmi? Voy, bolalar ko'zimga ko'rinadimi? Bo'pti, men ham choy ichmadim. Bu narsa aytaylik. Qornim och. Meni hozir tomog'imdan hech narsa o'tayotgani yo'q, onasi. Hozir endi ketdi o'zi. Endi zo'rg'a nafas olyapti.
Bo'pti, men ketdim. O'zing choy ichib borarsan. Voy, bitta o'zim choy ichamanmi? Adasi? mag'rur boshim egib ko'ksingga bosib qaynoq labing ila asta o'pasan ko'zlarimga jovdirab uzoq termulib qo'llarimdan qo'ling uzib ketasan buncha shoshilmasang hijron bog'ingga ag'randa gul emas tikan terasan shuncha jabr yetmasmi yoshlik chog'ingga nahot keksayganda ham yig'lab o'tasan kel ikkimiz tiriltirib ertaklarimiz sevgimiz baxtidan doston bitaylik sevgimiz tillarda afsona bo'lib sevishganlar yo'liga bir nur tutaylik kel ikkimiz tiriltirib ertaklarimiz sevgimiz baxtidan doston bitaylik ishqimiz tillarda afsona bo'lib sevishganlar yo'liga bir nur tutaylik ranjisada 10 yillik azobdan yurak urib turar chunki unda bor tilak boshqasi istakmas bir sendan bo'lak bizlarga sen begim kerak istagim qalbingda tanho gul bo'lay ishqingda yonib bir umr kul bo'lay mazhara aylatma uzoqchalarga bog'ingda sayragan bir bulbul bo'lay kel ikkimiz tiriltirib ertaklarimiz sevgimiz baxtidan doston bitaylik ishqimiz tillarda afsona bo'lib sevishganlar yo'liga bir nur tutaylik kel ikkimiz tiriltirib ertaklarimiz sevgimiz baxtidan doston bitaylik ishqimiz tillarda afsona bo'lib sevishganlar yo'liga bir nur tutaylik Opa! 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 Nega musiqani baland eshityapsiz ertalabdan? Bolalar uyg'onib ketadi. Tinchlikmi? Uxlamadingizmi? Opa. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Uxlamagan ko'rinasiz. Tinchlikmas. Gapirsangiz-chi? Nimadir bo'ldimi? Men bilan kasalxonaga borib keling, Daryo.
mazangiz yo'qmi? Mazam yo'q. Yuragim og'riyapti. Xo'p, hozir shunda sumkamni olib chiqing. Shahboz aka. Voy. Shahboz aka. Hey. Ha, Eshitmayapsizmi? Telefon ijirilayapti. kim? Ma'ruf degani. Ma'ruf? Kim bu Ma'ruf? Ha, o'rtog'im. Labey. Shahboz aka, O. anaqa uxlayotganmidingiz? Ha, Nechida ishga borasiz? tinchlikmi? Yo, anaqa borsiz. Lolapadan so'rab bering. Bolamni yana isitmasi chiqyapti-da, bog'chaga olib borishga qo'rqyapman. Yoki dorisini ichirib bog'chaga tashab kelaveraymikin. Ishga chiqmasam urushmasmikinlar. Bir kun bo'lsa ham bolamni tuzatib olay degandim. Ha. Hozir men ishga boray. Telefon qo'raman, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Kim u Ma'ruf? Bitta tanishim. Uyquni ham buzdi boru. Ertalabda nima holayapti? Oyim bilan gaplashishim kerak. Xotin uyda o'tirar ekan, ish gaplashib ber deganda. Ertalabdan uyqumni buzish shartmi? Ertalab qopdimi? Siz nega bu yerda uxladingiz? Kelsam kechqurun oshxonada yotgan ekansan. Keyin kirib shu to'xlay qoldim muzdekin ekan. Seni bezovta qilmay dedim. Nechida keldingiz? Soatga ham qaramadim. 12 lar atrofida edi-ku. Nima deyapsiz? 3 kecha kutdim sizni. Qayerda yuruvdingiz? Onasi yana boshlamagin. Ertalabdan asabimni buzib kira qildi. Ishdan tashqari kira qilyapman. Nega men gapirsam yana boshlamagin deyapsiz? Chunki ertalabdan asabimni buzyapsan. Nimaga kira qilasiz? Oyligingiz yetmayaptimi? Bursun bo'lsa ham oilamizga foydali ish bo'lsin deyapman. Bolalar katta bo'lyapti. Sharoit qilish kerak ularga. Kira qilib endi nech pul topdingiz? 200 ming. Kechasi 3 kecha ishlab 200 ming topdingiz. Xo'p, 8 da ishdan chiqqan bo'lsangiz. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Men 3 da uxladim, siz 4 da kelgandirsiz. Mayli, xo'p, 3, 7 soat. 7 soatda 200 ming topdingizmi? 400 mingchalar topdim. Benzin quydim. Mashinani moyka qildirdim. Kofe ichdim uyqum kelib qolgani uchun. Hammasini daskanallisenga isbotlab berishim kerak-a? Nimaga men sizga hisobot beraman, siz menga bermaysiz? Yana boshlayapsan. Sen ayol kishisan, baraka topkur. Ayolsan, Sen hisobot berishga majbursan yeringga. Siz soat 3-4 gacha ko'chada yurishga mumkinmi? Hisobot bermaysiz-a? Bir kech keldingiz, odam urib oldingiz. Boshingiz ho'l keldi, choyxonada suv quyib tahorat qilibsiz, xo'p. Endi taksistlik qildingiz. Ertaga nima bahona qilasiz? Bu bahonalar ketib tugaydimi, tugamaydimi? Onasi mendan nima xohlayapsan? O'sha Ma'rufingizga qiling, gromka qo'yingchi, bir ovozini eshitaylik. Balki Ma'rusiyadir. Sizni qadam bosishingiz neto kimnidir topgansiz. Meni yuragim sezyapti. Seni toming ketganmi? Ertalabdan asabimni yeyapsan. Men yemanmanmi? Nima xohlayapsan mendan o'zi? Ha, bo'g'ib o'ldirib qo'yaman hozir. Jonimga tegib ketding o'zi, boru. Qachon